Salom do'stlar, dunyodagi eng mashhur samolyot qaysiligini bilasizmi? Bu Boeing 747 samolyoti. U AQSh prezidentlarini olib yuradi. Bu samolyotni Gollivud kinolarida ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, O'zbekiston rahbarlari qanday samolyotlarda xizmat safarlarini bajarishgan? Tahlilni 1950-yildan hozirgi davr oralig'ida qilamiz. O'sha vaqtda SSSR respublikalari rahbarlari quyidagi samolyotda uchganlar. Lisanov Li-2 samolyoti Toshkentda ishlab chiqarilgan. Il-14 samolyoti, bu ham Toshkentda ishlab chiqarilgan. Tu-104 SSSRning birinchi reaktiv samolyoti. Undan keyin esa Tu-124, Tu-134 va 1970-yillardan boshlab barcha SSSR rahbarlari, shu jumladan O'zbekiston rahbarlari ham Tu-154 samolyotlarida uchishgan. Uzoq safarlarda, misol uchun Yevropa va Osiyo mamlakatlariga Il-62 samolyotidan foydalanishgan. Mahalliy safarlar uchun Yak-40 samolyotida uchishgan. 90-yillarda mustaqil O'zbekiston rahbari Islom Karimov G'arbda ishlab chiqarilgan Boeing 767 va Boeing 757 samolyotlaridan foydalanishni boshladi. 2010-yildan keyin o'rta masofada A320 samolyoti xizmat ko'rsata boshladi. Aytmoqchi, 1997-yildan 2010-yilgacha Britaniyada ishlab chiqarilgan Avro RJ85 samolyoti ham prezidentning mahalliy safarlari uchun xizmat ko'rsatib kelgan. Bugungi kunga kelib O'zbekiston prezidentining mahalliy va xorijiy safarlari uchun A320 va Boeing 787 Dreamliner samolyotlari doimiy xizmatda. Izohlarda qanday savollaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring va kanalimga obuna bo'ling. Like bosishni ham unutmang. Kelajakda bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni sizga berishga harakat qilaman.